Nodirbek Yakubboyevni hindistonlik shaxmatchilarga matchga qo'ysak, kim yutadi deb o'ylaysiz? Va buni xohlarmidingiz kuzatishni? Demak do'stlar, Nodirbek Yakubboyev hozirda o'zini reytingiga deyarli teng bo'lgan Aravin Chitambaraga qarshi match o'ynayapti. Eshitmaganlar uchun yetkazib qo'ying. Aravin Chitambara va Nodirbek Yakubboyev hozirda 4 ta klassika, 4 ta rapid va 4 ta blitz bo'yicha matchlarni boshlashga va bugun ikkinchi o'yin, ikkinchi tur o'z nihoyasiga yetdi. Klassik shaxmatlar davom etyapti. Hisob nechi deb o'ylaysiz? Hozir buni tahlil davomida ko'rib aniqlab olsangiz bo'ladi. Demak, Nodirbek Yakubboyev va Aravin Chitambara o'yinni boshlashdi. Chitambara noqlarda Hindistonning eng oldi shaxmatchilaridan bittasi. Qorilarda esa Nodirbek Yakubboyev Olimpiada terma jamoamiz a'zosi. Demak, o'yinlar D4 bilan boshlanyapti. D4 default C4 E6, J3 D5 kataloncha himoya. Bunga javoban esa Nodirbek Yakubboyev C5 juda ham xavfli bo'lgan, juda ham o'sha hujumkorona bo'lgan liniyalarga kiryapti. C5 dan so'ng fil J2 va CD bittadan piyoda yutib olyapti. Faqat bilamiz, kataloncha himoyada oqlar ba'zi joylarda ikkitalab piyodani berib yuborishi va uni evaziga sipohlar rivojlanishi bo'yicha kompensatsiyaga ega bo'lishi mumkin. Bu yerda ham xuddi shunday. Hozir bitta piyoda berib yuborgan va buni qaytarib olyapti oddiy to'r yurishi bo'yicha. Xo'sh, umumiy debyut variantiga keladigan bo'lsak, oqlarda har doim kichik ustunlik beradigan sipoh bu fil. Fil har doim B7dagi piyodaga himoya qiladi va buni biz himoya qilib turishga majbur bo'lamiz. Qorilar esa bunga qarshi iloji boricha noodatiy strukturalarga, noodatiy stildagi o'yinlarga bormoqchi va albatta markazni ochib turib, balkim almashuvlarga harakat qilib ko'rishi mumkin. Qani ko'ramiz, shunday bo'ldimi? Demak, rokirovka qilinyapti ot B3, fil E7ga ot C3 va DC. Yana bitta piyoda yutib olyapmiz. Faqat bu piyodani ham kelajakda raqib ot B5, ot A5 orqali ikki yoqlama hujum berish va albatta piyodani tortib olish evaziga yutib olishi mumkin. Hozir esa farzanda 8, ruhda 8 va xuddi shunday ot A5. Demak, B7dagi piyodaga bosim qilyapti va ot bilan C4dagi piyodaga ham hujum qilyapti. Demak, buni biz ot D5 orqali filni ko'zini yopyapmiz. Agar uradigan bo'lsa, vaziyatda bizda ustunlik bo'ladi. Ammo Chitambara ham bu yerda fil D2 yurishiga boryapti. Agar biz ot C3 qiladigan bo'lsak, fil C3 qilib turib, C4larni yutib olgan holda fillarni kuchli joylashtirib olmoqchi. Biz esa albatta buni xohlamaymiz va B6 qilib turib, raqibning otini haydab yuboryapmiz. B6ga ot C4, ot C6ga esa ruh E1. Demak, kelajakdagi turga o'xshagan g'oyalar ham bor va albatta ot C3 qilingan payt urib turib, ruhni kelajakda mana bu piyodaga yordamchi sifatida joylashtirib qo'yapti. Va agarda ruhni E1 emas, agarda D1 qilib qo'yaman deydigan bo'lsa, unda tezkor almashuvlarga biz vaziyatni tenglashtirib, hattoki o'zimiz foydasimizga ham biroz hal qilsak bo'lardi. Buni hisoblagan raqib demak ruh E1 qilyapti. Ruh E1 ga fil F6. Hali ham biz ot C3 yurishni xohlayapmiz, ammo endi bunga yo'l qo'ymayapti Aravin Chitambara va eng to'g'ri yurish ruh C1 ga boryapti. Uradigan bo'lsak uradi, uradigan bo'lsak uradi. Yakunda esa fil kuchli, bizniki esa zaif va ular kamida ikkita natija uchun yo yutish yo durangga o'ynaydi. Buni esa biz xohlamaymiz. Fil B7 yurish qilinyapti. Ot himoya qilinyapti. Fil B7ga esa ot B5. Demak, reja ot D6 qilish, filga hujum qilish va har doim F7da qanaqadir bosimlar ham chiqib qolishi mumkin va E4 E5 ham har doim rejada bor oqlarda. Shu bois ham Nodirbek Yakubboyev bu yerda E4 E5 templarga tushib qolmasligi uchun ham fil E7 D6 ga yo'l qo'ymayapti. Fil E7ga ot E3, fil F6. Mana bu fil F6 esa noaniq yurish bo'lyapti va birinchi o'yindagi xatolik desak ham bo'ladi. Bu yerda demak eng to'g'ri yurish ot F6 ga qochib turish. Agarda raqib fil C6 qiladigan bo'lsa, fil C6 qilish, ruh C6 ga esa ruh D2 qilish va shu tariqa vaziyatni soddalashtirish. Lekin har doim bizni piyodamiz B6 ga surilgan, A7dagi piyodamiz zaif va raqib ruh C7 ga kirib ketishini hisoblagan Yakubboyev Nodirbek bu yerda bu variantlarga kirmadi va fil F6 yurishiga boryaptilar. Bu esa biroz xatolik. Fil F6 ga ot D5 urilgandan so'ng esa fil C3. Biz hali ham D4 qila olmaymiz. D4 yurishimizga qayta burishi mumkin va hisob kitobimiz bo'yicha bu yerda raqib bitta piyoda yutib olyapti. D5 ga fil C6 kelyapti. Shu bois ham Yakubboyev Nodirbek bu yerda yana bitta sipohlarni kamaytiryapti. Fil C3, ot C3 va ot E7 piyodani himoya qilishimiz kerak. Ot E7 ga esa ot B5 Chitambara yanada rivojlanishga e'tibor qaratyapti va sipohlarni maksimum aktivroq joylashtirishga urinyapti. Keyingi yurishdagi reja esa bu ruh C7 ikki yoqlama zarba. Bunga xalaqit qilish uchun Nodirbek shoh F8 o'zini otini himoya qilyapti. Ichkariga ruh kelgandan so'ng esa fil
C6. Mana bu o'yindagi birinchi pozitsion xatolik. Fil C6 emas, bu yerda fil C8 qilganimiz yaxshiroq ekan. Agarda piyoda uriladigan bo'lsa, filni kelajakda biz E6 ga joylashtirishimiz va piyoda oldinga surgan paytimiz piyodalarga hujum qilishimiz mumkin bo'lar ekan. Ammo bu yerda fil C6 yurish qilinyapti. Ot A7 dan so'ng esa temp bilan filga hujum qilib bitta piyoda yutib olyapti Chitan Baran va bu yerda bitta piyoda rivojlanishini mana bunaqa brilliant move bilan saqlab qolyapti. Demak, ruh E7, shoh E7 dan so'ng juda ham xavfli bo'lgan, kelajakda ketib qolishi mumkin bo'lgan otini amallab almashtirib olyapti. Ot C8, ruh C8, ruh C8 va bitta sog'lom piyoda ustunligi endi hindistonlik shaxmatchida mavjud. Demak, J5, ruh B8 dan so'ng esa fil D7 va shoh F1. Endi shohni biladi, qayerga chiqarishni, yakkalangan piyodamiz bor va buni oldiga turib olishni reja qilyapti. Shu sababdan ham shohini E1 gacha olib keldi. Ruh H6 ga esa H3, bu yerda ham kuchli bo'lgan javobni topyapti. Agarda biz fil bilan uradigan bo'lsak, buni ruh B5 urib tashlaydi. Agarda buni ruh bilan uradigan bo'lsak, unda keyingi urushlarda ruh H8 va baribir H7dagi piyoda ketib qolayotganda. Bu esa Nodirbek Yakubbayevga yoqmadi. Shu bois ham F5 urushiga boryapti fil J2, F4 ga esa J4 bo'ldi. Endi H3dagi piyoda yutib bo'lmaydi. Demak, yo'nalishni o'zgartirish kerak va ruh H6 yurishidan ruh A6 gacha kelyapti va A2 dagi piyodaga bosim qilyapti. A3 ga esa shoh D6, ruh B7 ga esa H6. Vaziyat juda yomonlashyapti. Tushunarliki, bu yerda piyodalik struktura qurib olingan, lekin bizda hali ham bitta piyoda kam. Qo'shimchasiga shoh hozir hech ikkilanmasdan, hech qo'rqmasdan D3 gacha kelib turib, mana piyodani ham tortib olishga urinib ko'rishi mumkin. Va undan tashqari B5 dagi piyoda ham zaif. Qisqasi aytadigan bo'lsam, hamma joyda zaiflik bor, aynan bizda. Raqib esa fil E4 qilyapti. Fil E8 ga esa shoh D2 va shoh C5 urushiga esa bittaga shoh beryapti. Shoh qochgandan so'ng esa ruh H7 bitta temp yutib oldi va xod yutib olyapti. Demak, shoh E5 ga shoh D3, fil C6 ga esa fil C6, ruh C6 ga ruh B7 dan so'ng afsuski matchni 4 ta matchli o'yinning birinchisida Nodirbek Yakubbayev imkoniyatni boy beryapti. Bu yerda taslim bo'lganligini men tushuntirib o'tishim mumkin. Hozir piyodani himoya qilib bo'lmaydi. Agarda ruh C5 qilib buni himoya qilamiz desak, unda keyingi urushda ruh B6 qiladi va piyodani endi himoya qilish imkonsiz. Agarda boshqa liniyalarga boraman desa ham, bu yerda ikkita piyoda kam bo'lib o'yinni davom ettirish, qo'shimchasiga E5 dagi piyoda ham kelajakda ketish xavfi bilan turganligini inobatga olgan Yakubbayev Nodirbek bu yerda taslim bo'lyapti. Birinchi match hindistonlik shaxmatchi foydasiga. Bugun esa ikkinchi match ham bo'lib o'tdi. Buni ham hozir ko'rib chiqamiz. Nodirbek Yakubbayev revansh qila oldimi yoki Chitan Baran baribir bu matchda oldinlikni va hisobda oldinda borishni ta'minlayaptimi? Demak, bizda ikkinchi match. Bu yerda esa oqlar va qoralar rangi almashdi. Nodirbek Yakubbayev endi oq tonlarda o'yinni boshlayapti. Demak, D4 bilan o'yin boshlandi. Vaqt nazorati o'sha 90+30, har bitta yurishga 30 soniya qo'shiladi. Klassik reytingli musobaqa. Demak, D4 ga ot F6, C4 ga E6, ot F3 ga esa D5. Farzin gambiti ot C3, C5 dan so'ng yarim tarrash variantiga kirilyapti. Demak, C5 qilindi. Endi Yakubbayev Nodirbek vaziyatni biroz soddalashtirish uchun almashuvlarga boryapti. Chitan Baran ham bunga yo'q demayapti. Demak, ot C3, BC urildi va fil B4. Fil B4 ga fil D2, fil D2 ga farzin D2. Tushunishimiz uchun ikkita sipoh almashib ketdi. Vaziyatda esa markazda bizda kuchliroq piyodalar bor. Buni evaziga esa raqibda farzin flangida har doim hujumga o'tishi mumkin bo'lgan ikkita piyodaga bitta piyoda qolib ketyapti. Agarda bunga yo'l qo'ysak, vaziyatimiz og'irlashadi. Lekin bizga ustalik beradigan tomoni bu. Bittaga bitta piyoda almashib tashlaydigan bo'lsak, bunga qarshi esa bizda D5 piyoda oldinga surish g'oyalari bor. Agarda D5 piyoda suradigan bo'lsak, 7 qilinadi. 7 qilingandan so'ng bizda ham proxodnoy oldi ochiq piyoda hosil bo'lyapti. Qani ko'ramiz kimni g'oyasi yaxshiroq, kim oldinroq bo'lar ekan. Demak, rakirovka qilinyapti. Ruh D1, aynan D5 bizda tayyorgarlik ko'rilyapti. Raqib esa B6 fil o'ynamayapti. Filni tezroq almashtirmoqchi. Bizning filimiz esa nisbatan yaxshiroq. Shu sababdan ham B6 piyoda oldinga surilyapti. B6 ga fil D3, fil A6 rakirovka, fil D3, farzin D3. Raqib bitta temp berib yuborish bo'lsa ham, bizning kuchli bo'lgan filimizni almashtirib tashlayapti. Vaziyat esa tan olishimiz kerak, ancha soddalashyapti. Ko'ramiz, xato qiladimi? Demak, D5, ot C5, farzin D4, farzin D6. Biz E5 qila olmayapmiz. Farzin D5, farzin D5, E7, ruh D5 dan so'ng farzinlar almashib, vaziyat juda soddalashib ketyapti. Shu sababdan ham bu yerda piyoda surishga emas, balkim rivojlanishga e'tibor qaratyapmiz. Ruh E1,
ruh E8 ga esa ot E5 va piyoda almashib tashlayapti. Hozir urmaydigan bo'lsa, keyingi urushda biz ot C4 yurishiga bormoqchi edik. Shu sababdan ham bittaga Y7 va H6 ikkala tomon ham fortishga ochib olyapti va raqibga yurish navbatini berganda Nodirbek Yakubayev bu yerda ko'rishingiz mumkinki ruh D8 o'yindagi birinchi pozitsion xatolik. Demak, ruh D8 emas, bu yerda eng to'g'ri yurishga keladigan bo'lsak, ruh E7 yurishini qilib turib qavatlantirish kerak edi ruhlarni. Biz esa bundan foydalanyapmiz. Ot C6 deyarli +1 ga yaqin ustunligimiz bor. Ot C6 ga esa ruh E1, ruh E1 ga endi piyodani urib bo'lmaydi. Bu zaharlangan. Agar uradigan bo'lsa, ot E7 dan so'ng ikki yoqlama zarba, o'yin tugadi. Shu sababdan ham ruh D7 yurishiga boryapti Chitambaran. Ruh D7 ga bittaga shoh qochgandan so'ng esa ot E5. Aytishingiz mumkin. Ot E5 dan so'ng endi ot E7 vilka yo'q-ku. Nimaga D5 ni urmayapti desanglar, hali ham bu piyoda zaharlangan. Agar uriladigan bo'lsa, unda o'yin tugardi. To'g'ridan-to'g'ri ot D7 farzan mamlaq uradigan bo'lsa, bizda chiroyli shoh va majburiy ravishda shoh H8 yoki J8 ga qochishga majbur. Undan keyin esa ot E6 dan so'ng biz farzanni qaytarib olyapmiz va sog'lom ruh ustunligiga chiqib ketardik. Buni hisoblagan hindistonlik shaxmatchi, demak, ruh C7 yurishiga boryapti. Undan yana bitta xatolik, bizda esa ustunlik +1.5 gacha ko'tarilyapti. Xo'sh, bu yerda H4 yurish qilyapti Yakubayev Nodirbek, to'g'ri yurish esa J3 deyapti, lekin buni g'oyasini to'la-to'kis tushunish biroz qiyin edi, murakkab edi va Yakubayev Nodirbek H4 qilyapti. H4 F6, ot C4 farzan D7 va D6. Yana bitta pozitsion xatolik. Bu yerda g'oyasi tushunarli, ruhga hujum qilish, ammo raqibda juda ham kuchli bo'lgan liniyalar bor edi. Buni hozir ko'rib chiqamiz. Eng to'g'ri yurishga keladigan bo'lsak, bu yerda ruh E1 yoki ruh E2 ruhimizni qochib turishimiz, keyinchalik D6 qilib turib, keyin yana ruhni E7 ga kelishni o'ylab ko'rishimiz kerak edi. Lekin Yakubayev Nodirbek biroz shoshib qolyaptilar. Demak, D6 farzan E8 dan so'ng esa DC va yagona himoya ot A6 yurishini topyapti Aravin Chitambaran. Demak, bizda tushunarliki farzan avvaliga shoh beryapti, shoh 8-gorizontalga tushib olgandan so'ng esa farzan D8 uradigan bo'lsa biz yutamiz, urmaydigan bo'lsa ham biz yutamiz. Lekin bitta yurishni o'tkazib bordik. Ot C7. Raqib yagona bo'lgan himoyaviy yurishni topyapti. Ot C7 ga farzan C7, bitta sipoh ustunligimiz bor, ammo raqibda buni evaziga 3 ta piyoda kompensatsiya tortib olyapti. Bir necha shohlar vaqtimizni ko'paytirib oldik. Vaqt bizda Seyit notida, raqibda esa juda katta vaqtdan ustunligi bor edi. Va mana bu farzan F2 dan so'ng yo A2 dagi yo H4 dagi piyodani tanlashga majbur edik. Yakubayev Nodirbek esa H4 dagi piyodani tanlayapti. Demak, bu yerda F5 bittaga qochgandan so'ng esa farzan A2 sanashimiz mumkinki 3 ta piyodaga qarshi bitta ot qolib ketyapti. Bu esa tenglikni saqlashga yetarli bo'lyapti. Xo'sh, ot E5, lekin minus tomoni ham bor. Bilamiz, bu 3 ta piyoda bilan hozir bizni shohimizga mot qo'ya olmaydi, lekin biz ot yordamida qo'shimchasiga farzan bilan birgalikda mot qo'yishimiz mumkin, agarda raqib xato qilsa. Demak, ot E5 urishidan so'ng farzan B3 shoh qochgandan so'ng F4, maqsad esa vechni shoh, o'sha o'yinni durang bilan tezkor yakunlash. Chitambaran 3 ta piyoda bo'lsa ham maksimum durangga harakat qilyapti, bilyaptiki ot juda ham xavfli va bunga qarshi biz farzan J6 bittaga shoh qochgandan so'ng yana bitta shoh 2 marotaba takrorlagandan so'ng ot D3 farzanning ko'zi yopilyapti, F4 ga hujum bo'lyapti va buni farzan C4 orqali himoya qilinyapti. H5 A5. Raqibdan ham xatolik hozircha bu shkalada sezilmayapti, lekin kelajakda bu zaifligini ko'rsatib beradi bizga. Demak, farzan E8 bittaga shoh, yana bitta shoh va vaqtimizni ko'paytirib oldik va endi ot E5 farzanga hujum va farzan F7 tayyorgarlik ko'rilyapti. Tushunishingiz uchun bu vaziyatda raqibda faqatgina bitta aniq liniyali yurish bor edi. U ham bo'lsa farzan C8. Farzan 8 ni qilishdan maqsad bizni farzanimizni 8-gorizontalga tushirmaslik va raqib shohlarini oldini olish edi. Ammo Aravin Chitambaran bu yerda xatolik yo'l qo'ydi va farzan E2 yurishiga boryapti. Farzan E2 dan so'ng shkalaga hozir e'tibor qaratishingiz mumkin. Mana do'stlar, farzan E2 dan so'ng 35, boya 80 deb ko'rsatayotganda endi 35 ustunlik bor deb ko'rsatyapti. Bu juda katta. Juda ham katta. Asosiy ustunlikni berayotgan g'oya esa, demak, shohlar va mana bu vaziyatda ot J6 dan so'ng o'yin tenglashib qolyapti.
Bu juda katta xatolik bo'ldi. Endi tushunarli set notda edi. Eng to'g'ri yurish, g'alabali yurishlar o'zi qaysidan iborat edi? Nimaga bunchalik katta ustunlik ko'rsatyapti? Men buni tushuntirib o'tsam. Mana bu vaziyatda farzan F7 shoh berishimiz, shoh H7 ga qochgandan so'ng esa oddiy 7 qilib turib o'yinni davom ettirishimiz kerak edi. Maqsad esa raqib qanaqadir F3 lar qiladigan bo'lsa, ot F6, keyingi yurishda esa farzan J8 dan mod qo'yish edi. Piyoda esa buni ura olmayapti, ochmasdan. Va eng to'g'ri himoya bu yerda farzan to'g'ridan to'g'ri B2 ga kelish. Farzan B2 ga kelgandan so'ng esa biz baribir demak farzan J6 qilishimiz yoki bo'lmasa ot F8 qilishimiz, qochgandan so'ng esa ot J6, yana bitta qochgandan so'ng esa farzan E8 yurishiga borsak bo'lardi. O'yin esa tugadi. Hech qanaqa himoya yo'q. Afsuski, Nodirbek Yakubbayev bu yerda 1 daqiqa vaqt qolganligi sababli eng kuchli yurish g'oyalarini topa olmadi va bu yerda ot J6 xato yurishiga boryaptilar. Ot J6 dan so'ng farzan G8 Aravinchi Tambaram joyida eng to'g'ri himoyani topyapti. Farzan G8 dan so'ng shohlar, bitta piyoda yutib oldik, ammo bu yutib olgan piyodamiz ham bizni g'alaba qozonishimizga yetarli bo'lmadi. Va mana bu vaziyatda o'yin 3 marotaba takrorlanyapti va shu tariqa durang natija qayd etilyapti. Tushunarli do'stlar, raqibning ikkita piyodasi juda ham xavfli, bizda esa aniq mod qilish g'oyalari yo'q edi. Shu sababdan ham Yakubbayev Nodirbek o'yinni 3 marotaba takrorlayapti. Shu tariqa hozirda Aravinchi Tambaram bitta g'alaba va bitta durang natija qayd etgandan so'ng to'g'ri 8 klassik reyting ballini qo'shyapti. Nodirbek esa aksincha mana shu reytingni ayryapti. Oldinda esa 2 ta klassika, 4 ta rapid, 4 ta blitz musobaqasi, ular o'rtasida match kutib turibdi. Nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Yakunda o'zbekistonlik shaxmatchimi yoki hindistonlik shaxmatchi g'alaba qozonadi? Buni albatta izohlarga yozib qoldiringlar. Video yoqqan bo'lsa, like va izoh esdan chiqmasin. Ko'rishguncha xayr.